Bugungi kunda avtomobil sanoatida elektr va muqobil energiya manbalarida harakatlanuvchi transport vositalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu esa mazkur yo'nalishda zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlashni taqozo etadi. Sharof Rashidov tumanidagi 2-son texnikumida ham kelajak kasblarga mos kadrlar tayyorlash, xalqaro tajribalarni o'rganish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida Xitoyning Anxoy suv xo'jaligi texnika kollej bilan hamkorlik o'rnatildi. 650 o'ringa mo'ljallangan mazkur texnikumda bugungi kunda 700 nafardan ortiq o'quvchi tahsil olmoqda. O'quv jarayonlari nazariy darslar, amaliy mashg'ulotlar hamda ishlab chiqarish amaliyoti asosida tashkil etilgan. Texnikumda dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, viloyatdagi yirik avtomobil korxonalari va zavodlar bilan hamkorlikda o'rta bo'g'in mutaxassislari tayyorlanadi. O'quvchilar o'qish jarayonidayoq ishlab chiqarish muhitida tajriba orttirib, mehnat bozoriga tayyor kadr sifatida shakllanmoqda. Ana shunday amaliy tajriba va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan ta'lim tizimini yanada takomillashtirish maqsadida xitoylik mutaxassislar texnikumda bo'lishdi. Dastlab mehmonlar milliy qadriyatlarimizga xos tarzda tantanali kutib olindi. Shundan so'ng ikki tomon vakillari o'rtasida muzokaralar o'tkazilib, hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimida xalqaro aloqalarni mustahkamlash alohida ahamiyat kasb etyapti. Mazkur tashrif doirasida mana shu 5 kun davomida professorlarimiz o'sha Xitoy ta'lim tizimi qolaversa, u yerdagi ilg'or jihatlari bo'yicha mavzular o'qishadi, amaliyotlarni birgalikda talabalarimiz bilan bajarishadi. Ko'zlangan maqsad bugun O'zbekistondagi o'sha xalqaro hamkorlik, dunyoga ochiqlik siyosati bevosita viloyatimizda ham davom etyapti. Yaqinda mana viloyat hokimimiz boshchiligidagi delegatsiyani o'sha Xitoy Xalq Respublikasiga borib qator shartnomalarni imzolab kelishi bu bejizga emas. Bugun o'sha shartnomalar bo'yicha qurilayotgan zavodlar, fabrikalarda ishlayotgan kadrlar kimlar? Albatta bu kadrlar mana shu yerlarda yetishib chiqayotgan yoshlarimiz, talabalarimiz bo'ladi. Bularni ham xorijiy tillarda, mana Xitoy tilida gapiradigan o'quvchilarimiz bor. Xorijiy tillarni bilishi, shu bilan bir vaqtning o'zida o'sha xorijdagi kasb ko'nikmalarini shakllantira olish darajasini o'zlashtirishi, bu o'ylaymanki biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, ishtirokchilar texnikumdagi ingliz va xitoy tili, transport vositalariga xizmat ko'rsatish, dars mashg'ulotlari bilan yaqindan tanishdi. Hamkorlikning navbatdagi kunida texnikum o'qituvchilari va o'quvchilar uchun elektr va muqobil energiya manbalarida harakatlanuvchi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish hamda ularni ta'mirlash bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. 2024-yilning 13-sentyabr kuni O'zbekiston-Xitoy kasbiy ta'lim alyansi rasman tashkil etildi. Ushbu alyansga O'zbekiston tomonidan 16 ta texnikum, Xitoy tomonidan 120 ta kollejlar va universitetlar o'zaro o'sha alyansga birlashtirildi. Biz ham xuddi shunday mana shu alyansga qo'shildik va texnikumimiz bugungi kunda Xitoy bilan hamkorlik qilishning yangi bosqichlarda turibdi. Ushbu hamkorlikdan ko'zlangan asosiy maqsad yangi energiya transport vositalarini joriy qilish va ikki tomonlama kadrlarni tayyorlashdan iborat. Bunda bir yil mahalliy kadrlar bu yerda o'qiydi, ikkinchi yili Xitoyda o'qiydi va uchinchi yili Xitoy investorligidagi tashkil etilgan korxonalarda amaliyot o'tab kasb o'rganadi. Viloyatimizda yaratilayotgan bunday imkoniyatlar yoshlarning nafaqat nazariy bilim olishi, balki zamonaviy texnologiyalarni amalda egallashi uchun mustahkam poydevordir. Xalqaro hamkorlik esa ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqib, kelajakda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.